Mamlakatimizda biznes yuritish muhitini tubdan yaxshilash, tadbirkorlarga chinakam erkinlik berish islohotlarning bosh mezoniga aylandi. Davlatimiz rahbarining kichik biznes subyektlarining o'sishi uchun yanada qulay iqtisodiy va ma'muriy shart-sharoitlar yaratish to'g'risidagi farmoni aynan shu maqsadga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Soliq qo'mitasi raisi maslahatchisi, Xorazm viloyat soliq boshqarmasi hamda Savdo-sanoat palatasi Xorazm viloyati hududiy boshqarmasi vakillari ishtirokida tadbirkorlar bilan o'tkazilgan uchrashuv qizg'in bahs-munozaralarga boy bo'ldi. Boisi yangi hujjat bilan kichik biznes uchun ma'muriy yuklamalar keskin kamaytirilmoqda. Soliq va kredit tizimida yangi o'sish nuqtalari belgilab berilmoqda. Endilikda tadbirkorlar ortiqcha tekshirishlar va byurokratiyadan xoli tarzda o'z faoliyatlarini kengaytirish imkoniga ega. Xabaringiz bor, kichik biznesni rivojlantirish, ularni iqtisodiy va ma'muriy qo'llab-quvvatlash uchun Prezident farmonini 100-sonli Prezident farmoni qabul qilindi. Ushbu farmon yuzasidan Davlat soliq qo'mitasi hamda Xorazm viloyat soliq boshqarmasi tomonidan tadbirkorlar bilan ochiq muloqot o'tkazilmoqda. Ochiq muloqotda 2026-yil 1-iyundan kichik biznes uchun umumiy soliq rejimiga o'tishdagi chegaraviy miqdor 1 milliard so'mdan 5 milliard so'mga oshirilishi belgilanganligi hamda kelgusidagi narxlar o'sishi inobatga olingan holda ushbu miqdor bazaviy hisoblash miqdori etib bog'langanligi ta'kidlab o'tildi. Muloqotlanish, savdo va xizmat ko'rsatish sohasidagi tadbirkorlik subyektlarini fikr mulohazalarini, ularning takliflarini inobatga olgan holda ushbu farmon bilan ularga ham bir qulay bir shart-sharoit yaratib berildi, ya'ni imtiyozlar berildi. Ya'ni ular tomonidan shu 2026-yil 1-iyundan boshlab qo'shilgan qiymat solig'ini soddalashtirilgan tartibda o'tish imkoniyati berildi. Ya'ni buni qisqacha qilib tushuntiradigan bo'lsak, bu 6% stavkada bo'ladi. Ular xabarnoma bergan holda ushbu soddalashtirilgan tartibda keyingi oyning 1-sanasidan boshlab o'tishlari mumkin. Ushbu soddalashtirilgan tartibga qo'shilgan qiymat solig'ini o'tish tartibida ularga zachot deb aytamiz, hisobga olish tartibi qo'llanilmaydi. Imtiyozlar va cashback qo'llanilmasligi belgilangan. Qat'iy tartibda 6% stavka to'lab boradi. Shuningdek, ushbu farmon bilan qo'shilgan qiymat solig'i ma'murchiligini yaxshilash borasida ushbu tadbirkorlik subyektlari tomonidan qo'shilgan qiymat solig'iga o'tishdagi ayrim bir to'siqlar bartaraf qilinmoqda. Ya'ni tovarlarni import qilgan tadbirkorlik subyektlari va yakka tadbirkorlar tomonidan qo'shilgan qiymat solig'iga majburiy tartibda o'tish amaliyoti bekor qilinmoqda. Shuningdek, tadbirkorlik subyektlariga yanada qulaylik yaratish maqsadida 10 million so'mgacha bo'lgan salbiy fakt summasini avtomatik tartibda hisobot berilgandan keyin soliq organlari tomonidan tekshiruvlarsiz va ariza berilmasdan ularga hisob raqamiga qaytarib berish jarayoni amaliyoti yo'lga qo'yilmoqda. Shuningdek, 2027-yil 1-yanvardan boshlab soliq xavfi past bo'lgan tadbirkorlik subyektlariga ham ushbu qo'shilgan qiymat solig'ining salbiy fakt summasini tekshiruvlarsiz hisob raqamiga qaytarib berish amaliyoti yo'lga qo'yilmoqda. Ochiq muloqot formatidagi ushbu uchrashuvda nafaqat tushuntirishlar berildi, balki joylardagi muammolar ham o'rganildi. Tadbirkorlar o'z faoliyatlaridagi to'siqlar yuzasidan murojaat qilishdi. Ularning aksariyati joyida hal etildi. Muddat talab qiladigan ijrolar nazoratga olindi. Hurmatli Prezidentimizning PF 100-sonli farmoniga asosan hozir vaqtda biz ochiq muloqotga keldik tadbirkorlar bo'yicha. Men o'zim Yo'ldashbek Yo'ldashev, Finland akademiyasi rahbariman. Bugungi kunda biz aynan zamonaviy kasblarni o'qitish bilan shug'ullanamiz va bu qaror aynan kichik bizneslarni katta biznesga aylantirish yo'lida katta bo'ldi desak bo'ladi. Nimaga deganda, oldin bilamiz, soliq kodeksidan keltirilgan holda 1 milliard so'm belgilangan edi. Ya'ni 1 milliard so'mdan oshgandan keyin KKSga o'tib ketilardi. Hozirgi kunda esa bu narsa 12 ming BXMga o'zgartirilib qo'yildi. Ya'ni bu degani 5 milliard so'm belgilandi. O'sha 5 milliard so'mgacha ko'p tadbirkorlar o'zi kutib yuradi bu narsani. Sababki har yili inflyatsiya bo'ladi, lekin 1 milliard ko'rsatkich o'zgarmay qolib turadi va bu hozirgi kunda katta o'zgarish bo'ldi va tadbirkorlar sifatida men o'zim ham Prezidentimizga rahmat aytamiz. Haqiqatda xayrli bo'ldi. Rahmat kattakon. Barcha tadbirkorlar uchun xursandli yangilik bo'ldi. Rahmat. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, yaratilayotgan bunday qulay shart-sharoitlar mamlakat iqtisodiyotining drayveri bo'lgan kichik biznes subyektlarining yirik korxonalarga aylanishiga mustahkam poydevor bo'ladi.